harakat qilgan nima olib qo'yadi? Hozir kesilgan joyingizda cho'kingiz tagida faqat oxirgi chetida ozgina jidkis borda. Mana qora sohalarni ko'ryapsizmi? Jidkis bu. Endi asosan bunaqa holatda sizni organizmingizga qaraladi-da. Может, og'riq sezsangiz yoki diskomfort bilinayotgan bo'lsa, unda bu yering buni lечение qilish kerak bo'ladi. Agar og'riq sezmasangiz u hech qanaqa belgi bermayotgan bo'lsa, просто mana havo sразу sovib ketganligi uchun ham reaksiya bo'lishi mumkin organizmniki. Oddiy jidkis bo'ladi, yeringmas. Sekin-sekin o'zi so'rilib ketadi. No, все равно sal ehtiyot qiling. Baribir обработка хотя бы spirt bilan qilib turing, чтобы ichiga infeksiya tushib qolmasin. Mana chetingizga qarshi. O'zi odatda har doim mana shu ikkita cheti qolib ketadi. O'rta yaxshi bitadi, chetlarda sal jidkis bo'ladi. A tak, в принципе, matkani o'zi idealniy bitgan. Matkada hech qanaqa problema yo'q. Mana bu faqat terizdagi chok.